Alloh azza va jalla aksa urganni yaxshi ko'radi, esnaganni yomon ko'radi. Chunki esnashlik birodarlar yalqovlikdi, malollanishlikdi belgisi. Endi aksa urish esa insonni nima qiladi? Odamni tetik qilib qo'yadi. Innalloha yuhibbul uttas va yakrahut tatha'u. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Buxoriydan bu hadis. Albatta Alloh taolo aksa urganni yaxshi ko'radi va esnaganni yomon ko'radi. Bas musulmon aksa ursa, Allohga hamd aytadi. Uni eshitgan har bir musulmon uchun unga yarhamukalloh deyishlik haq bo'ladi. Ammo esnashlik albatta u shaytondan. Bas uni qodir bo'lgancha qaytarsin. Agar esnovchi deb ha desa, shayton undan kuladi. Uyqusirashini ketkazadi aksa urishlik, yalqonligini ketkazadi, o'ziga keltiradi, tetik qilib qo'yadi. Ko'pchilik aksa urganga sog' bo'ling deydi. Bu sunnatga xilof birodarlar. Alhamdulillah deyishini kutamiz, desa yarhamukalloh deymiz.